navbatdagi qoidaga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, ba'zi otlarni sanalmaydi dedik. Sanalmaydigan otlarni hisoblash uchun, ularni sanash uchun nima qilishimiz mumkin? Ularni idishini sanashimiz mumkin. O'zini sanashimiz mumkin. Massa qo'shilishi mumkin emas, lekin idishlarini sanasa bo'ladi. Birinchi so'zimiz, qoidadagi birinchi so'zimiz tin bo'lar ekan. Tin of tuna. Tuna mana baliq degani, bunaqa konservali baliq. Tin degani konserva deyishimiz mumkin. Konserva idishning nomi tin deyilar ekan ingliz tilida. A tin of tuna. Agar ikkita demoqchi bo'lsak, 2 tins of tuna deyishimiz mumkin. Waterni o'ziga esa qo'shmaymiz, lekin glass stakaniga esa qo'shishimiz mumkin. Stakanini sanashimiz mumkin. 2 glasses of water. Glasses. Jug. A jug of water. Jug. A cup of tea. Cup. A packet of rice. A packet. A jar of honey. Jars. A loaf of bread. A loaves deyishimiz mumkin. Agar ko'plik bo'lsa f va o'zgarib ketadi. 2 loaves of bread. Agar bo'laklangan non bo'lsa slice. Slices. 2 slices. 3 slices of bread. Carton. Carton. A carton of milk. A can of cola. Can idishga e'tibor bering. Tunka idish bo'ladi. Can deb ataladi ingliz tilida. A can of cola. A bottle of cola. Bottle. Bottle. A bowl of rice. Bowl. Bowl. A kilo of meat. Kilo. Kilo. Agar 2 kilo, 3 kilo demoqchi bo'lsak, 2 kilos, 3 kilos deymiz. A bar of soup. Bar. 2 bars, 3 bars. A bar of chocolate. A bar. A bar. A bag of flour. A bag of flour. A piece of cheese. Piece bo'lak degani bo'lak. A piece of cheese bir bo'lak pishloq. A piece of furniture. Mebelga ham xuddi shu piece ni ishlatishimiz mumkin ekan. Bir bo'lak mebel, ya'ni mebelning bir qismi, bitta mebel degan ma'noda. A piece ni ishlatishimiz kerak ekan. Ikkita mebel demoqchi bo'lsak, 2 pieces of furniture deb ataymiz. Demak, bu otlar sanalmaydigan otlar, lekin ularning idishlaridan foydalanishimiz mumkin miqdorini aytish uchun.